Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz 1056 talik inkubatorimiz bitganida jo'natishga tayyor bo'ldi. Egasiga xudo xolasa hozir jo'natamiz Toshkentga, Chinoz tumaniga. Shu 1056 talikni qanaqa qilib ishlatishlarini video obzor qilib o'zimga tushuntirib tashlab bering deganiga mana birato'la sizlar bilan bo'lishamiz. Bu videoda qanday qilib ishlashlari haqida tushuntirib beramiz. Ko'pchilik so'raganda o'zi mana bir boshdan tushuntiradigan bo'lsak, buni yoqamiz. Tutilaganda mana pastga cho'chak bosib qo'ysak, to'xtab qoladi tovushi. Mana bunisi knopkasi birinchisidan boshlasak ichini yoritadi. Bu shunchaki mana pоворотnikini yoqib qo'yamiz. Bu namligini yoqilib turadi. Namlik beradigan kulchatir mana bunisi voltmetr. Uyingizda necha volt tok borligini ko'rsatib turadi. 150 dan pastiga ba'zi funksiyalar ishlamay qoladi. 130, 140, 150 larga ishlayveradi ham, lekin ba'zi funksiyalari ishlamay qoladi. Pavorotlari ishlamay qolishi mumkin. Tok relelarini qo'shib bera olmay qoladi. 150 tepasida 160, 170 larga ishlayveradi kamida. 130 ni tepasi, 230 tepasiga ham tok baland bo'lib kelsa ham xavfli. Unday tok o'ynaydigan joylarga stabilizator qo'ygan emas. Xo'p, bu yerda pavoroti ruchnoy kerak bo'lib qolganda aylantirish uchun mana buni bossangiz, mana ko'k chirag'i yondi. O'rtadagi chirag ham yondi. Hozir aylantira olmaymiz, to'xtatib turamiz. Chunki ichida yashiqlari biz hozir tayyorlab qo'ygandik. Yashiqlarni solib aylantirish mumkin emas. Hozir ko'rsataman. Yashiqlarni solib qo'yganman. Tayyor tunkiletkalari bor. Tunkiletkalarini tagiga qo'yib qo'ydik. Ularga tegib qolishi mumkin. Shuning uchun pavorotni yana bir bor ko'rsataman. Hozir nariyoqqa aylanayotgan bo'lsa, yana orqaga aylantirish uchun shuni bosamiz. Bu tomondagi ko'k yonadi. Aylanishni boshladi. Yana shuni bosadigan bo'lsak, to'xtab qoladi mana. Yana 3 sekund bosib tursangiz, mana 1 2 3 yondi. Mana yondi. Aylanishni boshladi. Mana yonsa u yoqqa aylanadi, bunisi yoqsa bu yoqqa aylanadi, naborot yonadi. Ikkalasida ham shuni bosib aylantirasiz. Bu yashiqlar olib borgandan keyin ovoriladi. Olgandan keyin tunkilet pavorot agar qiyshiq bo'lib turgan bo'lsa, misol uchun to'g'rilab olinadi mana tepaga cho'chak bilan. Agar nariyoqqa ketayotgan bo'lsa, naborot yon boshlab. Yana bosiladi, to'xtatiladi, yana bossangiz orqaga aylanadi. Siz xohlagan tomonga aylanishni boshlaydi. Tunkiletkalar olinadi-da, yashiqlarni qo'lni olib tashlab, mana bularni bo'shatiladi. Misol uchun mana tunkiletkani mana bu yerda o'rniga qo'yiladi mana. Qumlarni avval terib olinadi, pastda terib olib, keyin bu yerga qo'yiladi. Yashiqlarni o'rniga, mana shu oq tunkiletkalarni qumlarni terib olib, uchini pastga qilib teriladi-da, qo'yib olinadi. Keyin kulchatir mana buni bosib qo'ysangiz aylanib olishi mumkin. Tegmasangiz ham o'zi aylanib olaveradi. Vaqt soatni ham o'zi yon boshlab oladi. Xohlasangiz bosib aylantirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Pavorotga bu chirag bilan bu chirag yonadi navbat bilan. Mana ikki chirag'i mana issiqlikniki tent. Ikkita tenti bor. 37 3 ga chiqqanda bu o'chadi-da. 37 8 ga chiqqanda bu o'chadi. Faqat mashinasi o'chib yonib turaveradi, bir xil ushlab turadi 37 8 ga chiqqanda. Mana bu hozirgi holati ichidagi. Siz qo'ygan 37 8 ga chiqqanda o'chadi. Gradasi. Mana shu 37 8 ga chiqishi kerak. Misol 59 ga qo'ygansiz namlikda, bu 59 ga chiqqanda mana vet degani o'chadi. Bu namlik. O'zgartirish uchun mana setni bosamiz. Mana issiqlikni o'zgartirishingiz mumkin. Mana
38 ga qo'ydik. Birinchi kuni 38 turgani ma'qul. Saqlanib qilamiz. Endi namlikni ko'rsatyapti. Namlikni mana 60 ga qo'yib qo'yamiz. Yana 17 bosamiz. Bo'ldi, ikkalasini saqlanib qildi. Endi shunaqa o'zgartirdi. Endi buning ichida nastroykalari bor. Mana bu ikkalasini teng bossangiz chiqadi mana. Mana 38 ga 5 ga chiqqanda signalizasiya chaladi. 38 ga 2 ga chiqqanda orqadagi kortishga ishlab ketadi. Issiqlik chiqaveradi. 38 ga chiqqanda mana bu tent o'chadi ikkalasi ham. Mana 38 ga chiqqanda buni yonar ekan, tent yonar ekan. Buni qo'shib qo'yamiz, 39 ga qo'yib qo'yamiz. 0,1 gradus farq bilan ishlaydi. 37.6 da o'char ekan, mana bu yana tent o'char ekan. Buni sal pasaytirib yuboramiz. 37 ga tushganda yonar ekan. Ikkinchi tenti. Namliklari xullas, bu yerda nastroykalari bor. Endi pastga tushiruvchi bilan setni bosadigan bo'lsak, aylantirish, pavorot aylantirishlari, soatlari qo'yilgan mana. Mana bu kalibrovkasi, mashina yaxshilab bilib olasizlar. Olib borib ichiga misol kimdir tekshirib ko'radi, qanaqa to'g'rimi yo'qmi deb. Odam istimasini o'lchaydigan grasnik ham bo'laveradi, shuni qo'yib turib bir ko'rasizda tekshirib. Agar u bilan tenglashtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerga kelasiz. Pastga strelkani setni teng bosasiz, F5 ga kelasiz. Agar gradusi ichkari baland bo'layotgan bo'lsa, siz ham baland qilib qo'yasiz. Necha baland bo'lsa, necha past bo'lsa, shuncha pasaytirib qo'yasiz. Buni XM18 da zavodskiy holati o'zi juda yaxshi. To'g'ri ko'rsatadi doim. Bu ham hammasini ham monovlari juda yaxshi bilingan, lekin YouTube'da yaxshilab qarasanglar, ruscha, o'zbekcha shunaqa bo'lgan hamma nastroykalarni o'rgatilgan videolari bor. Endi bu yerdan mana buni ochamiz. Mana bu yerda ochiladi ichki. Shuni ochib olgandan keyin mana bu holatda mana suv to'ldiriladi. Mana bu yerga shlenka ulab tashqariga chiqarib, qolgan bo'shga ulasangiz bo'ladi, ulamasangiz ham bo'ladi. Ulab qo'yganingiz yaxshi. Suvni doim quyib o'tirmaysiz. Ventilyator doshuncha baland emas. Videoda baland ko'rinar ekan, men ko'p ko'rganimda shunaqa. O'ygan uchun o'chirib qo'ya olaylik. O'zimga ma'da video yo'layotganda uncha bilinmaydi ekan. Suv to'ldirib qo'yganda mana buni ko'mish kerak. Mana bu ichida yiltirag'i bor. Shuni ko'mib tursa, keyin bu par chiqaradi. Par chiqaradi, svetlari yonib, par chiqarib turadi. Bu 24 voltga ishlaydi. Oldinlari tent qo'yardik, polni suvni isitish uchun 500 watt tok sarf qilib turardi. Suv tugab qolsa, u tent kuymasida ishlab turaverardi, qizitib. Bu tentlar o'chgandan keyin ham u qizib turaverardi-da, polni xona inkubatorda 80 gradus, 90 gradusga dovur chiqarib, tuxumlarni polni pishirib yuborardi. Ochib chiqqan do'dalarni ham o'ldirib yuborardi. Endi bu juda xavfsiz ekan. Suv tugab qolsa ishlamay turaverar ekan. Suv quyilsa keyin ishlaydi ekan. Shu hozircha mana bu datchigi mana bu yerda turadi doim. 4 ta teshigi bor, mana da orqasida teshigi bor. Keyin yana bitta narsa. Misol uchun tovuq tuxumiga qo'ygan bo'lsangiz, to'ldirib tuxum qo'ygan bo'lsangiz, 21 kunda ochadi. Misol 19-kunlari boshlaydi. 9-20 boshlaydi. Ularda siz tuxumlarni misol 19-kuni tuxumlarni telefonni fanarda tekshirib, avval buni polni kilatgan tashqariga olib, tuxumlarni fanarda tekshirib, yashiqqa solib, tashqarida sekin yana inkubatorga joylashtirasiz. Yashiqqa olib bo'lganingizdan keyin yashiqqa olib bo'lgandan keyin jo'jalar ochishni boshlaydi. Jo'jalar ochgan 10 soat, ochganlari 10 soat, bir kun davomida quriganlarni olib keyin baqishni boshlaysiz. Ochgan olish mumkin emas. Ko'p ochib bo'lmaydi. Ochishni boshlagan paytda ko'p bir 70% ochgandan keyin quriganlarni olib, qolgan ho'llarini ochmaganlar ichida qoladi yana. Aytmoqchi bo'lgan gapim hozir u 21 kunda ochadigan tovuq tuxumini misol uchun
14-kunlari boshlaysiz. Inkubatorni o'chirib, polni o'chirib, mana shunday ochib qo'yasiz tashqariga. Eshigini ochib qo'yasiz. Bir kunda 2 mahal 20 minut, bir mahal 20 minut ochib qo'yasiz-da, yana kech paytda yana 20 minut shunaqa qilib o'chirib ochib qo'yasiz eshigini. Sovutiladi. Bo'lmasam gradus o'zidan o'zi bu graduslar pasayib, umuman haligi gradusi ishlamasa ham o'zidan o'zi gradus ko'tarilib ketaveradi, 40 ga chiqib ketadi, 39 ga chiqib ketadi. Shunaqa payt keladi, nimaga unaqa bo'lyapti deb hayron bo'lish mumkin. Ko'pchilik shunaqa deb telefon qilishadi. O'zi sovutiladigan kuni keladi. Shunaqa holat bo'lishi bilan o'zi shunaqa kuni kelgan bo'ladi-da. Eshigini ochib, bir kunda 2 mahal 20 minutdan 40 minut eshigini ochib, inkubatorni o'chirib, tuxumlar sovutiladi har kuni 2 mahal. 14-kuni boshlasangiz 14, 15, 16, 17, 18-kunga qadar shunaqasiz bo'ladi. Keyin 19-kuni yashiqqa olasiz. U kunlari o'zi go'sht qilmaysiz, faqat yopiq turadi. Namlikni ozgina ko'tarasiz 70 ga, gradusda 37.2, 37.3 gami, 37 gami tushirib qo'yasiz 19-kuni. Mayli kimgadir mana shunaqa foydali videolar kerak bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiringlar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, podpishka qilinglar. Podpishka qilib qo'ysanglar, shunaqa videolar qo'yib turamiz doim. Mana bu yerda 3 mingtaliklarni kelyapti. 2 mingtalik tayyorimiz ham bor. Mana yana mingtalik bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa 5 taliklar bor. Keyin yana qaysi inkubatorda obzorni qilish kerak bo'lsa aytsanglar, obzorni qilib beramiz. Mana bu yerda 2 mingtalik ham bor. O'zimiz ham tuxumlar olib kelsanglar, ochirib beraveramiz. Mana 15 mingtaligimiz ham bor. Mana sog' salomat bo'linglar.